Assalomu alaykum akalar. Mana Xudo xohlasa yana nasibimiz chiqdi. O'zimizda vodiyda bu. 300 talik, 55 kilovatni. Tepadan ketgan, o shoqqa. Turibadi. Ancha masofaga ketgan bu. 200 metr masofa, 150 metr, 200 metr bor. Balandga ko'tarib tashlab beryapti. İnşallah nasoslarimiz zo'r chiqdi. Kimga shunday nasoslar kerak bo'lsa, opsiyaga nomerlar qo'yib o'tamiz. Manzil Bo'yda tumani, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani. Yangi qadam qishlog'i. Laktayanizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.